Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakot. Bugun 24-fevral 2026-yil. Ochiq dalaga ekilgan qulpinoylarimizni eski barglarini olib tashlayapmiz. Ya'ni 2025-yili sentyabrda oxiri oktyabrda boshida ekilgan. O'sha ekilgandagi ona barglari qishda qizarib eskiradi. Endi erta bahordan ko'k yashil bo'lib yangi barglar chiqaradi. Eski barglarni olib tashlaymiz. Eski barglarni olib tashlasak, yangi barglar chiqishiga yo'l ochiladi. Qulpinoyimiz Italiya sorti Alba. Holati mana shunaqangi. Bu ochiq maydonga ekilgan. Xudo xolasa endi barglarni tozalab bo'lsak, kalsiy, kaliy o'g'itlardan birinchi, ikkinchi suvlariga kaliyli, o'g'itli suvlardan beramiz. Holati mana shu holatda. Havo isishi bilan yangi barglar chiqarishni boshladi. Kimga mana shunaqangi alba ko'chatlar kerak bo'lsa, shunaqangi italyanskiy sortli ko'p hosil beradigan qulpinoylar kerak bo'lsa, ko'chatlari xudo xolasa avgust oylariga tayyor bo'ladi. Aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. Ko'pchilik bizni obuna bo'lmasdan videolarimizni ko'ryapti ekan. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim barcha dehqonchiliklarga barakat nurini sochsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.